insult, infarkt, davleniyaning balandligi, o'tda tosh, jigarda yog', qorin dam bo'lishi, oyoq qo'llarning uyushishi hamda ko'rish nurining pasayishi, bosh og'riqlar, uyquchanlik, mana bularning barchasi bugungi kunda yosharib borayotgan kasalliklarning turiga kiradi. Bugungi kunda 35-40 yoshli yigitlar ham davleniyasi balandligidan, allergik kasalliklardan, qorindan bo'lishidan yoki mana shunga o'xshash yuqoridagi kasalliklardan aziyat chekishadi va o'shandan shikoyat qilib kelishadi ko'proq. Endi bularning davosi ko'p, ammo sababi nima ekanligini uncha-muncha mutaxassislar aytmaydi yoki mana shu narsalarni sababidan paydo bo'lardi, shularni iste'molini to'xtating deb uncha-muncha mutaxassislar aytmaydi. Men sizlarga aytib o'tmoqchiman, o'shanday kasalliklarning sababchilari oq un mahsulotlari, oq tuz mahsulotlari, oq shakar mahsulotlari, oq go'sht mahsulotlari hamda kechki ovqat. Mana shularni iste'mol qildingizmi? Albatta sizda yuqoridagi aytgan kasalliklar paydo bo'lib boshlaydi, balki ulardan ham ko'proq kasalliklar paydo bo'ladi. Endi mana shu mahsulotlarni iste'mol qilmay qo'ying yoki muntazam kamaytiring mana shu mahsulotlarni. Mana shu mahsulotlarni juda ham maksimal darajada kamaytirsangiz, o'shanda hech qanday giyoh, hech qanday dori yoki davolanishsiz ham o'sha organizm o'zining eski holatiga qaytib qolishi mumkin. Ya'ni o'tdagi toshlar o'z-o'zidan eriydi, jigar yog'lari eriydi, ozasiz, davleniya ham me'yoriga tushadi, insult, infarkt xavfi ham, allergik kasalliklar ham o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Endi biz o'sha kelayotgan bemorlarga tavsiya berib, mana shu mahsulotlarni iste'mol qilmang desak, unda nima iste'mol qilamiz? Oq un mahsulotlari, non, makaron yoki xamirli ovqatlar iste'mol qilmasak nima iste'mol qilamiz deb darrov qo'zg'olon qilib boshlaydi-da. Tuzsiz ovqat bo'ladimi? Shakarsiz ovqat bo'ladimi? Mol go'sht yemasdan qo'y go'sht yesam davleniyam ko'tarilib ketadi. Mana shunday muammolarni boshlab ketishadi. Albatta buning uchun juda ham ko'p vaqt kerak. Buni tushuntirib berish uchun juda ham ko'p vaqt kerak. Biz buni doimo aytib, eslatib boramiz. Demak, sizga qisqacha qilib aytmoqchiman, agar tuzsiz ovqat iste'mol qilsangiz, ovqatingiz bemaza, hayotingiz mazali bo'ladi. Agar tuzli ovqat iste'mol qilsangiz, hayotingiz bemaza, ovqatingiz mazali bo'ladi. Shakar bilan tuzni hatto ruslar ham bizni oq ajal, nash bel smert deb aytadi. Ikki boshli ilon deb ham aytishadi. Endi shuning oldiga oq un va oq go'sht ham qo'shilyapti. Eng asosiy bizning bitta dushmanimiz bu kechki ovqat. Buni kechki ovqatni dushman deb qaraymiz, chunki bizni yemiradigan, bizni kasal qiladigan, bizni hatto insult, infarkt qilib nogiron holatiga olib kelib qo'yadigan mana shu mahsulotlar. Bularni yaxshilab tanib oling, bulardan ehtiyot bo'ling. Doimo sizlarga mana shu mahsulotlarni iste'mol qilmang deb tavsiya beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.